uyim tarafga kelsangiz bo'ldi. Tinchlikmi jonim? Birdan sog'inib qolganlarga o'xshab qo'ng'iroq qilding. Ataylabdi. Ataylab bahona topib chiqdim sizni deb. Shunaqangi nozik davr uni o'zi orqaga qaytarib bo'lmaydi. Onalarni o'zi eng qizini oldida ham, o'g'lini oldida ham turib beradigan bitta payti bo'ladi, o'sha balog'at yoshida. O'sha joyda, yasalayotgan, shakillayotgan joyda turib bermasa, keyin unaqa payt bo'lmaydi, kechga qolish bo'ladi. Chunki aynan o'sha balog'at paytida ayol o'zini kimligini, qiz bola, men qanaqa ayolman deb o'zini izlashni boshlaydi. Kimligini u faqat o'sha yigitlarni, erkaklarni oldida bo'ladi. Sani voy qoshing chiroyli, ko'zing chiroyli degan gaplarga uchib qolib, aldanib qolmasligi uchun senga gapirganda bunaqa yo'l tut, podarka bersa, masalan, hadya bersa, olma hech kimdan. Hadya olishim shunchaki deb bersa ham hech qachon olma. Senga tegishli bo'lmaydi. Shokolad bersa ham, konfet bersa ham, nimadir bersa ham, gul bersa ham umuman olmaslikka o'rgatish kerak. Chunki asli hayoda eng kuchli narsa qiz bolaga hayo ilmini o'rgatish kerak. Agar ona uni bilmasa, uni qiziga yetkazib berolmaydi. Onada yo'q narsa hech qachon bolada shakllanmaydi. Yuradigan qizlar onani ichida bostirilmagan hislarini bu yoqda yashab berishga majbur. Tirik qilib ko'rsatib beradi.